Sizga shunchaki 27 talik monitorga 2K tasvir o'lchamini bera oladigan va muhimi IPS bo'lib, ranglarni to'g'ri ko'rsatadigan monitor kerak. Marhamat, HTC dan J27H2 monitorni sizga tavsiya qilgan bo'lardik va bugun aynan ushbu monitor haqida yaqindan tanishamiz. Oldingi monitor videolari singari birinchi galda qadoq tarkibidan nimalar chiqishi, ikkinchi galda texnik xususiyatlari, uchinchisi o'yin uchun ham bo'ladimi degan savolga javob berishga harakat qilamiz va to'rtinchi galda o'sha muhimi hisoblangan bizga rang qanaqa ko'rsatadi. Va yakunda esa shu monitorimizning dizayni, qulay tomonlari yoki minuslari haqida siz bilan gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Aytgancha qilayotgan mehnatimizni qadrlash uchun kanalga obuna bo'lish, like bosish esdan chiqmasin. HTC'ni yoqadigan joyi-chi, mana korobkasida bunaqa joy borda ushlab yurish uchun qulay. Mana magazinga kelib olib ketayotgan paytingizda quchoqlab yurmaysizlar. Buni Redmi'chilar yaxshi tushunadi. Ochib oldik. Maqtagan qo'lda ko'tarib yuradigan joyi bor-ku, o'shani pastga qilib ochamiz, shunda to'g'ri ochamiz. Bu monitorimizni to'g'ridan-to'g'ri konkurenti bizda Redmi dan hisoblanadi, adashmasam, shu 165 atrofida, u ham 2K 180 nechadir Hz edi. Bu monitorimiz ham xuddi shunaqa 2K 180 Hz va o'sha bozordagi narxi $170 o'sha 2K 180 Hz li MSI dan ancha aqlliroq bo'lgan fishkalari, qulay tomonlari bor. Buni videoni ko'rib boraversanglar, o'zingizlar bilib olasizlar. HTC biladi, biza baribir yo'riqnomani o'qimasligimizni, tashlavorishimizni, shuning uchun bir donagina qog'ozcha. Xo'p, undan keyin bizda DisplayPort, Bluetooth, zo'r. Mana undan keyin ikki qismga bo'lingan o'zini zaryadchiga, bunga perxodnik kerak, Euro standartlariga mos qilib ishlangan bu. Xo'p, undan keyin istalgan qolgan HTC'larga o'xshab mana oyog'ini pastki qismi va o'sha bizga tanish bo'lgan olti burchak va mana o'sha qizil. Va albatta o'zini qulay ergonomik podstavkasi. Bahonada sizlar bilan birgalikda yig'ib ketaveramiz monitorni. O'rnatish juda ham qulay. Mana. Tamam. Oyoqni o'rnatib olamiz. Bo'yini ham ko'rsak bo'ladiki, ancha baland. Hozir endi buni ochib olamiz. Mana. Ana endi ushbu monitorimizni texnik xususiyatlari bilan yaqindan tanishib boshlaymiz. Birinchi galda monitorimizning o'lchami bu 27 hisoblanadi. Tasvir o'lchami esa Quad HDC bo'ladi, xohlasa 2K desak ham bo'ladi. Ranglaridan ko'rib turishimiz mumkinki, ya'ni men yon tarafdan ham qarayapman, juda ham zo'r ko'rinmoqda. Ya'ni bizani shu monitorimizning matritsasi IPS hisoblanadi, ya'ni 178 gradusdan qarasak ham bir xil ko'rinadi. Muhimi oldi qismi qolgan IPSlarga o'xshab matoviy emasdek glansli qilingan. Buni menimcha sizlar ham sal his qilasizlar, chunki qarayotgan paytimizda ranglar juda ham yorqin va chiroyli, sochni ko'rinmoqda. Bunga sabab esa istalgan IPS monitorlar singari bunda ham kontrast 1000 ga 1 nisbatda ekanligi va muhimi qolganlariga qaraganda yorug'ligi, ya'ni brightness birmuncha balandroq, 350 kandela taqsim metr kvadrat, hattoki HDR videolarda 400 ga ham chiqishi mumkin ekan. Xo'p, ushbu monitorimizda bizda ikkita HDMI 2.0 va bitta DisplayPort Bluetooth mavjud. Undan ham egilib o'tirmasligi uchun naushnikni ham ulab ishlatsanglar bo'ladi. Mana shu orqa qismida joylashgan. Albatta 2K da 180 Hz ishlatish uchun DisplayPort bilan ulagan ma'qul. O'yin uchun fishkalarni ko'radigan bo'lsak, boyga aytgandek 2K 180 Hz li monitor bor $170 ga xarid qilmoqdasiz. Oldin bunaqa pulga 180 Hz Full HD olsa ham o'tgan yili odamlar xursand bo'lishardi. Bu yil narxlarda ancha o'zgarishlar bor. Undan ham tashqari HTC o'zini sifati bilan sekin-sekin bozorlarni egallamoqda. Shaxsan studiyamizda mana shu orqa tarafda ham bizda mana shu HTC monitori o'rin olgan, menga rang ko'rsatishi yoqqani uchun. Undan tashqari o'yin uchun fishkalardan asosiysi bu frame o'tklik bizda 1 millisekundni tashkil qiladi. Shuning uchun ham bu bizda oddiy IPS emasda, fast IPS texnologiyasini qo'llab-quvvatlaydi. Undan tashqari
Boshqa HTC monitorlar singari menyusini ochgan paytimizda boshida xitoycha yozuv chiqadi, keyin eng pastiga tushib biz uni o'zimizga kerakli bo'lgan tilga bemalol o'tkazib olishimiz mumkin. 15 ga yaqin tillar bor. Misol uchun rus tiliga qo'yib olamiz. Mana shu o'yin uchun bizda alohida, ya'ni o'zini rejimlari bor va muhimi AMD FreeSyncni qo'llab-quvvatlaydi. Va qolgan HTC'lar singari boyagi aytganimdaki, bunda pritsel yoqib qo'yish, timer qo'yib qo'yish funksiyalari ham bor. Mana misol uchun birorta qanaqadir pritsel qo'yib qo'ysak bo'ladi. O'yin o'ynayotgan paytda mana bunaqa pritsel chiqib turadi. Bizda o'sha pritselimizni ham har xil variantlari bor. Mana ko'rishimiz mumkin. 5 xil pritseldan bittasini qo'yib qo'ysak bo'ladi yoki timer yoqib qo'ysak bo'ladi. Misol uchun farzandingizga kompyuter yoqib bergansizlar, kamera o'ynashni xohlaysizlar, yarim soatdan ko'rishimiz mumkin. Bizda 120 minutgacha bo'lgan timerlari ham bor. Bu endi qaysidir ma'noda o'yin uchun kichkina qulay fishkalardan hisoblanadi. Ana endi rang bo'yicha xususiyatlar bilan tanishadigan bo'lsak, haqiqatdan mendan kimdir 2K muhimi gersi ham balandroq bo'lsin, arzonroq 2K qanaqa monitor desa, men sal o'ylanib turdim. MSI'larni aytsammikin, sabab obzor qilib ko'rmaganman. Odiflarni aytsam, MSI'larda birozgina o'sha brightnesslar kamligi kimgadir kamlik qilmoqda. Haqiqatdan bunda esa brightness ancha yuqori. $170 atrofidagi o'zi monitorlarda birmuncha brightnesslar kamroq. Shuning uchun hammaga ham bu yoqmasligi mumkin. Bu monitorimizda esa brightness keragidan ortig'i bilan bor. Shuning uchun ham 2K, muhimi IPS ranglarni yaxshi ko'rsatadigan monitor qidirib yurgan bo'lsangiz, bemalol to'g'ri keladi. Bunga sabab bizda shu monitor sRGBni 123% qo'llab-quvvatlaydi. Adobe RGBni esa 102% va muhimi o'shani DCI-P3 bizda 95% ko'rsata oladi. O'zi eng ko'p obzor qilgan monitorlarning orasiga HTC ham qo'shilib qoldi. 6-7 ta modelni obzor qilib ko'rdik va bular haqida mana o'zim ajoyib shaxsiy xulosam ham bor. Bu haqida alohida video qilamiz, lekin sizlarga aytmoqchi bo'lgan bitta zo'r faktim bor. HTC kompaniyasi shu kunga qadar 2020larga qadar, ya'ni global bozorga chiqishdan oldin o'zi Xitoy uchun ham ishlab chiqargan, undan ham tashqari juda ham ko'plab brendlar, misol uchun Redmi, Philips, LG kabi kompaniyalarga ham hattoki matritsani o'zini yetkazib berish bilan shug'ullangan. Misol uchun Redmi'dan 34 tali WQ degan model bor. Aynan o'sha matritsasini ham HTC ishlab chiqarib beradi. Ya'ni bundan bilsanglar bo'ladiki, HTC ham hozirgi kunda ancha-muncha o'z sifati bilan bozorni yaxshi egallayotgan modellardan biri va MSI yoki Redmi bilan yonma-yon qo'yib ko'rsanglar, aniq sizlar HTC'ni tanlaysizlar. Shaxsan o'zimga ham HTC brendi MSI'lar qatorida bo'lib qoldi oxirgi payt. Buni qanaqadir reklama qilish yoki boshqa ma'noda emas, o'zini sifati haqiqatan yaxshi bo'lgani uchun tavsiya qilmoqdaman. Endi chiqib olib Asusdan ham, Delldan ham zo'r deyish bu albatta xato. Narx jihatdan ham, uni brendlarni so'rashda jihatdan ham to'g'ri kelmaydi, lekin o'rta segment uchun juda ham zo'r bo'lgan bizada bu monitor hisoblanadi. Ana endi dizayni va ushbu monitor haqida men sizga shaxsiy xulosamni aytadigan bo'lsam, dizayn albatta zo'r, o'zini takrorlanmas dizayni bor va muhimi ajoyib hamdaqangi o'zini qulay podstavkasi bor. Ya'ni mana shu turgan holatda biz uni 11 santimetrgacha tushirib chiqarishimiz mumkin. Mana undan tashqari o'zimizga 5 gradus egishimiz mumkin, orqaga 20 gradusgacha va hattoki bizda planshet, ya'ni 90 gradusga burib vertikal ishlatishimiz ham mumkin. Uchun yuqoriroq ko'tarib olamiz. Egib aylantirsak bo'ladi bemalol. Xohlasanglar mana bunaqangi rejimda ishlatsanglar ham bo'ladi. Qaysi biri sizlarga qulay bo'lsa. O'zini orqa dizayni bilan ham HTC ajralib turadi. Ya'ni o'sha burgut qanotini yoyib turgandan keyin mana shu ikkita yonida chiroyli mana ko'rishingiz mumkin. O'zini naqshlari bor. Juda ham tezkorligini bildirib turish uchun qaysidir ma'noda Xitoy brendligini esdan chiqarib qo'ymasligi uchun bunaqa qizil element ham qo'shgan, orqasiga podstavkasini ko'rsak bo'ladi. Haqiqatda ergonomik va orqada kabel menejment uchun ham joy o'ylab qo'yishgan. Mana oyog'ini gapirmasa ham bo'ladi, chiroyli va ixcham dizayndagi oyog'iga ega. Boyagi o'sha qizil belgi bizning oyog'imizda ham mavjud, mana pastki qismida. Umumiy olganda 5 balldan necha baho bergan bo'lardik desak, men 5 dan 5 albatta bergan bo'lardim. Muhimi menga yoqadigan IPS ranglarni to'g'ri ko'rsatishi. Undan keyingisi menga yoqadigan narsa bu qulaylik, ergonomik podstavkasi borligi va qolaversa 2K IPS, qolgan hamma taraflama komplektdan chiqadigan narsalar ham hammasi yetarli. Shuning uchun ham o'yin uchun, ham ish uchun eng arzon zo'r budjet monitor deb ayta olaman. Sabab 27 talikda ko'pchilik aytgani kabi haqiqatdan
Full HD bo'lsa piksellar bilinib qoladi. 2K da bu ancha yaxshiroq. Menimcha $170 hozirgi kundagi eng yaxshi monitorlardan bittasi. Bozordagilardan yana aytaman, ajralib turadigan o'zini matritsasining sifati va brightness hisobiga istalgan monitor bilan yonma-yon qo'ysanglar, bu ancha sizlarga ko'zingizga ranglari sochniroq, chiroyliroq ko'rinadi. Monitor yoqqan bo'lsa, albatta buni G-Store do'konlari orqali xarid qilsanglar bo'ladi. Professional montajyor bo'laman deganlar uchun maxsus taklif. Premiere Pro Zoru 2U2 8 ta modul. Effektlardan tortib toki uni eksport qilishga qadar 130 bitta video va undan tashqari bepul After Effects kursi, 25 ta video, 27 ta proyekt, 15 mingdan ortiq audio va video materiallar, o'zbek tilidagi to'liq va mukammal video darslik. Montaj haqida yana ham jiddiy gaplashamiz.